Tak. Hamma yig'ildimi? Tolib aka Shahzoddan tashqari hamma o'tdi. Shahzod probkada qolib ketibdi, hozir kelyapti. Malika oxirgi payt Shahzod yonida ko'p o'rasan. Bu narsa menga yoqmayapti. Assalomu alaykum Tolib aka. Menga bu kech qolishlaring yoqmayapti umuman. Uzr, ozgina ushlanib qoldim. Yo'llar probka ekan. Ishdan bo'shashing mumkin xolos. Mana eshik turibdi. Uzr dedim-ku. Boshqa qaytarilmasin. Tushundingmi meni? Hamma eshigi. Olib chiqib bergan. Sovib qolmasin. Eshitdingmi? Xo'p. Shundoq do'konga chiqib kelsam mayli. Faqat tezlashtiring. Hozir mehmonlar ko'payadigan payt